Yo, assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Johnny FC. Bugun sizlar bilan juda ham zo'r open packlar qilamiz. Juda ham ko'p open packlar. Unda biz boshladik. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hop, birinchi pakimizda pastga yangi narsalar kelibdi. To'rt ketibdi. Hop, 2000 ga 103 dan 109 gacha pak. Bu a'lo darajada do'stlar. Hop, internetim salbiy ishladi. 2000 do'stlar, 2000 ga bitta kimlar bor? To'rt ham bor ekan. Qani ketdik. 10 mingta coin. Hop, ochamiz, qani ketdik. Hop, menimcha yaxshi o'yinchi chiqmaydi. O'tkazib olgan yaxshi. Italiya ekan, ay. Voy, jinnini qildi. Donnarumma bola. Kim bu? Dona tushdi. Voy, xuddi shunday kontentlar uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r o'yinchilar tushirishga harakat qilaman. Dona, qoyil. Hop, endi ketdik. Bu pakdan yaxshi o'yinchi ushladik. Qoyilman, o'zim qoyil qoldim. Hop, ovozini sal-salga ko'taraman. Ovoz eshitilayotgan aytyapsizlar. Hop. Mana bu yerdan yana 4000 ta lig bor ekan. Buni ham ochamiz. Hop. Bu yerdan yaxshi o'yinchilar bor. Menga do'stlar Elba Hernandez kerak. Mana shu juda hop ketdik. Hop, Totti, Ayli. Sapnik, Chelsea, Palmer. Nechisi bo'ladi? 106 mi? Afsus, 104 ekan. Nu, mayli, Palmer sotiladi. 30 millionga ketar ekan. 106 bo'lganda qimmatroq ketar. Hop, 3000 ta lina bor. Biz shuni ochamiz. Bu yerdan menga eng keraklisi Hernandez, boshqasi bilmayman. Nu, Erba kerak, ana 12 mumkin bu, o'sha kerak. Hop, qani ketdik. Hech qancha o'qimadim. Bilsalaring kommentariyada kutaman. Like va buni esdan chiqmasin. Hop, ochamiz. Bu yerdan kim tushadi? Qayerdan? Stadium. 106 bolalar, 143 million. Yaxshi, 343 million bizga kerak bil. Hamma sotilmaydi. Mayli, biroq joyga gapni qo'yamiz. Hop. Bu yerdan Napoli, Galatasaray va Liverpoolni paki bor. Va biz Liverpool pakini tanlaymiz. Qani ketdik. Bu yerda yaxshi o'yinchilar juda ham ko'p. Bruzet Van Dijk, mana Bruzet Van Dijk bor. To'rtchika. Menimcha kerak emas, menga Muhammad Salah kerak. Hop, qani uchamiz. Ballon d'Or stipendiyasi. Bu Salah. Liverpoolni olgan Bristol. Nu, anchagina qimmat. Biron joyga tiqaveramiz. Nu, Liverpooldan menga yaxshi o'yin tushmadi. Hop, bu yerda yana qanday paklar bor? Hop, biz Tokkenga nima uchunamiz? Hop, 30 mingta ekan bu. Tokken mingtaga olmasa olamiz, 2 mingta. Hop, mana bizga berdi. 3000 ta bo'ldi. Hop, yana qaysi nimadan olsak bo'ladi? Hop, bu yerda yana 2 ta bor. Shuni ochaylik. Hop, mayli, ochamiz. Sizlar uchun bolalar, like va buni esdan chiqarsan, keyingi video tez orada yana chiqadi. Hop. Mana bu yerda haber tushdi. Hop, mana bu yerda yaxshi o'yinchilar bor edi, afsus. Bizga yomon o'yinchi berdi, mayli. Hernandez berganda edi, eng zo'ri bo'lardi. Hop. Bu keyingi nimalarni qilamiz endi. Bizda bitta narsa qolib ketibdi. Bu narsa 80 millionlik pak. Hop, internetim ishlamayapti, nima uchun bilmadim. Hop, mana bu yerda obmen qilish uchun bizda tona bor, boshqa o'yinchilar bor, lekin Donnarummani yo obmen qilamiz biron narsaga yoki sostavga qo'yamiz. Buni sizlar o'zlaring kommentariyada qoldirasizlar, chunki bizda DG bor. Sizlar o'zlaringiz bilasizlar. Bilmadim, kommentariyada yozib qoldiring. 105 yaxshi. Furohashi degan bitta o'yin chiqibdi. 80 millionga 105.
Bilmadim. Xo'p, bolalar mana biz 3 ta pul bor ekan. Men bu yerda xuddi shu Japanni berib yuboraman. Qani ketdi, kim beradi? 103 plyus. Angliya, Erma, Everton. 104 Harrison bolalar. Xo'p, bolalar, bu akkauntda mana adashmasam paklar tugadi. Va biza boshqa akkauntga o'tamiz. Biz boshqa akkauntga o'tib oldik. Bu yerda bizga almas beradi. Ya'ni almas. Samosvetmi, almazmi o'zlarining kanatida yozasizlar. Hop, bunda ham xuddi o'sha pakni ochamiz, chunki bu pakdan bunga ham yaxshi o'yinchilar berib qolishi mumkin. Bundan oldingi akkauntga 8 berdi. Bunga ko'ramiz, bu akkaunt nomi omadli bo'lsin. Balki omadli bo'lib qolar. Hop, qani ketdik. 10 mingta halongidek. Hop, uchirdik. Bizga walkout. Kanada bu walkout, qishki walkout. EUB Bayerdan kim bor? Nechi? Kiwis Bruzator. Ammo Bruzator bizning sostavga kerak emas. Joyda siz 9 bo'ladi, lekin aslo kerak emas. Biz Fernandes tanamiz. Hop, bundan ham 9gacha. Hop, konchani. Anti o'yinchilar bilan musorlarga kerak emas. Shunamiz. Buni qaytadan Signal Stadium'dan musorlarga. Matashyushyan biz to'g'ri to'ning 2 Samosvetimiz bor. Hop, ya'ni almasimiz. Bizda Liverpool pak bor. Bunda ham xuddi o'sha Liverpool pakni ochamiz. Bunda ham yaxshi o'yin qolishi mumkin. Asosan Salahni bermasa bo'ldi. Hop, qani ketdik, uchiramiz. Faqat Salah emas. Hop, qani. Bu qanday walkout? Salah. Adashmasam bir juda yo'q, bir to'g'ri berdi. Qoyil. Salah toza jonga tegdi ekan. Hop, endi biz bu yerdan nima bunga pulimiz yetamikan? Yo'q, yetmas ekan. Chunki ochmoqchi edim, 90dan 100gacha, lekin mingta to'kkanga yo'q, to'kkan yo'q. Hop. Biza nima olsak bo'ladi? Mayli, sostavga hozir o'yinchilarni qo'yib turaman. Biz to'g'ri baho qo'yamiz. 196 yo'q. Mana mana shu 100 turar ekan. Salah, Dalgishda atashmasam hammaga beryapti 1-2 Hop, mana bizning sostav 97. Hop, endi bolalar bizning ligadan agar qo'ygan o'yinchilar yaxshi bo'lsa, chunki qilishimiz mumkin demoqchiman, ammo yo'q ekan. Hop, bu yerdan chiqamiz. Hop, endi esa extra time ochamiz. O'yinchilarimiz yo'q ekan. Keyin ham shu o'yinchilarni olamiz hammasini. Hop, hammasini olsak, kamida 7 mingta olishimiz mumkin ekan. Bu yerda o'yinchilar juda ham ko'p ekan. Hop, bu yerda Samaga berdi. Hop, Juanin 91ga tushib qoldi. Hop, Rodrigo qo'yamiz. Biz endi extra time ochishga ketdik. Hop. Biz soatlar 9:17. Sizlarga oxiri 9da turib mana shu videoni olyapman. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hop, mingtadan beramiz hammasiga. 7 mingta bo'ldi. Olamizmi? Ha, olamiz ketdik. Bu Salah bilan mayli ketdik. Kim beradi? Extra time adashmasam yaxshi o'yinchilarni berish kerak. Ko'ramiz. Yaxshi o'yinchilarni bersa juda ham zo'r ish bo'lardi. Hop, mana bu yerdan bepulni ochib olamiz. Kimni beradi deb o'ylaysizlar? Hop. 80, 85, 81. Конечно, 85. Hop, mana bu yerda 10 mingtalikka pul yetmadi. 5 mingtalik ochamiz.
4 mingtalik kemper yetmas ekan, mayli 5 mingtalik. Bitta 5 mingtalik, bitta 4 mingtalik ochmoqchi edim, ammo mayli. Hop, 103, 30 dan 60 ta 102, mayli 60 dan olamiz. Chunki bular 60 taga arzimaydi. 4 mingtaga ocha olmayman chunki 2 mingta. Hop, mayli, nima qilsak bo'larkin? Mana bu yerda yangi trivia time kelibdi. Savol beradi, sizlar javob bersalaring. 30 mingtagacha yig'ib borsangiz, 30 mingta berar ekan. Oxirida. Bunaqa deb eshitdim. Akwen firma to'plamini olamiz. Bajarmaganmiz. Oyuncularimiz yo'q. Sotadiganlarimiz bu yerda ham hech qanday oyuncularimiz yo'q. Hop, bolalarda 80 million pul bor, o'shani ishlatamiz. Hop, mana. Bizda nima bor ekan? 3 ta bilet. Mana shunaqa deyman, bilet. Yana bilmadim, ismini bilsalaring yozib qo'yinglar. Hop, biza bu yerdan 103 dan 109 gacha bor ekan. Mana bu yerda biz 3 ta bor, buni 4 ta ekan. Mana bu yerda 101 bor ekan, 103 yaxshi-da. Hop. 500 nima bepulga ekan va biz 3 ta olamiz ekan. Hop, ketdik. Bu yerdan ham kim tushadi bilasizlar? Kommentariyada kutib qolaman. Joyigacha kirishgan bo'lsa, like va obuna bo'lish esdan chiqmasin bolalar. Bizga bundan ko'p obuna qilishlar. Hop, qani ketdik. 3 dan 109 gacha, bundan keyin 200 ta nima berar ekan? Almas. Mana bu 109 gacha. Ketdik. Hop, yaxshi o'yin tushadigan bittaman. Tushamiz. Yaxshi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like va obuna bosing. Sizlar bilan Johnny FC bo'ldi. Ko'rishguncha.